kishi hayotda doim zo'r yashashga, kuchli bo'lishga, yagona bo'lishga, odamlardan qolib ketmaslikka, bu dunyoga bir marta kelaman degan tushuncha bilan eng zo'r baxtli hayotni qurishga harakat qiladi. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, turli tushunchada bo'lsin. Musulmon kishi ham xuddi shunday yaxshi yashashga intiladi. Uy, joy, oila, ayol, farzand, to'ylar, ziyofatlar, sayohatlarni qilishni istaydi. Va mana shu jarayonga eng kerak narsa bu vaqt. Ya'ni insondan eng qimmatli narsa bu uning vaqti bo'ladi. Agar vaqt olinsa, insonga u topayotgan narsani birontasi foyda keltirmaydi. Chunki insonning vaqti tugashi bu uning ajali bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolarimiz aytadiki, inson vaqtning bolasi deydi. Ya'ni vaqt tugashligi bilan inson tugaydi. Shuning uchun musulmon odam boshqa insonlar, boshqa tushunchadagi insonlar kabi oila, uy-joy quraman deydi, farzand orttirib, to'ylar, ziyofatlar, sayohatlar, turli ko'ngil istaydigan, insonning nafsi tortadigan hayot tarzini yashashni xohlaydi. Bugungi kunda bu narsa juda ham rivojlanib ketgan. Ya'ni mol dunyoga berilishlik, isrofgarchiliklar, o'ta katta dabdabali ishlarni amalga oshirish. Masalan, oilasiga keragidan ortiq narsalarni olib berishlik. Ya'ni pulni katta topadi, yaxshi topadi, lekin bu pulni faqat shu oilasini ehtiyojiga ishlataveradi. Yana ham qimmatroq, yana ham zo'rroq narsalarni olib beradi. Yoki to'y qilsa, ana shu pulini isrof qiladigan darajada dabdabaga ishlatadi. Ya'ni xalq ko'rsin, meni kimligimni ko'rsin, farzandim shunday to'y qilayki, hech kim bunday to'y qila olmagan bo'lsin degan tushunchalar bilan juda kuchini berib to'ylar qiladi. Ziyofatlarda ham odamlar ko'rmagan narsalarni qo'yishga harakat qiladi. Odamlarning og'zini lang ochishga harakat qiladi. Bu narsalarga ketkazilgan ishlarning eng kattasi vaqt. Chunki bu jarayonga, bu ziyofatga, bu narsalarga, bu yugurganlarga ketadigan narsaning eng katta ish bu vaqt. Ya'ni insonning vaqti. Hasanul Basri rahmatullohi alayhi aytganlarki, ey inson bolasi, sen kunlardan iboratsan. Bir kuning o'tgani, bir bo'laging ketdi degan. Endi musulmon shaxsiyat mana shu jarayonda yashayotgan paytida, mana shu muddat ichida nimalarga e'tibor berish kerak desa, albatta musulmon kishi ham yashaydi. Bu dunyoda xuddi doim yashab yuradigandek har kunlik ishlarni bajaradi. Ammo vaqt borligini, vaqti tugashligini, vaqt tugagandan keyin unga savol-javob borligini, hisob-kitob borligini, qiyomat borligini tushunchasi bu dunyoda qilayotgan ishlarini sarhisob qildirib qo'yadi. Mana shu jihatdan musulmonlar kuchli ajralib turish kerak. Ya'ni oxiratga ishonchi qattiq bo'lgan odamlar, kuchli bo'lgan odamlar boshqalarga nisbatan o'zlarini sarhisob qilib yashaydi. Isrofdan, bid'atdan, gunohlardan, behudachilikdan, mana shu narsalardan tiyiladi. Vaqtni qadriga yetadi. Mana kishi uyiga charchab keladi. Dam olish uchun yotoqxonaga kiradi. Mana bu bir misol. Ya'ni har kunlik ish jarayonidan kelib uyiga kirib uxlash uchun yotadi. Ana shu kunlik quyoshi botgan inson ana shu kunda nima ishlar bajaradi? Mana buni bir rivoyat tarzida keltiramiz. Bir kishi uyiga keldi. Charchab dam olish uchun yotoqxonasiga kirib ketdi. Uning hamma ishi zo'r. Mol dunyo oqib kelib turibdi. Uy-joylari zamonaviy, eng oldi uylardan, mashinalardan, sevimli oilasi bor. Oilasiga hamma shart-sharoitni qilib qo'ygan. Hafta sayin, oy sayin oshna og'aynilar bilan dam oladi, gap-gashtaklar yeydi, ulfatchilik qiladi, ziyofatlarga boradi. Katta-katta rejalari bor, chet mamlakatlarga chiqib dam olib keladi va hokazo ishlarni bajaradi. Shu xayol bilan kelib o'rniga cho'zildi. U bandani bir narsa esidan chiqib ketgan edi. Ya'ni uning vaqti o'tib borayotganligini esdan chiqargan edi. Vaqt insonning eng nozik nuqtasi. Hayotni sanoqli daqiqalardan, kunlardan iborat bo'ladi. Qaysidir sanoqqa yetganida uning hayoti butkul to'xtaydi, joni uziladi, barcha amallar ishdan to'xtaydi.
boyagi yotoqxonaga cho'zilgan inson bir payt ko'zi ochilib atrofga qaradi. Ammo qarshisida umrida ko'rmagan maxluqotlarni, jonzotlarni ko'rib turardi. Hech qachon ko'rmagan. Ularga gapirishga majoli yo'q edi. Ya'ni tili xuddi bog'lab qo'yilganga o'xshardi. Qimirlay olmasdi. Ovozi chiqmasdi. Bu unga kelgan jon oluvchi farishtalar edi. Uning moli, obro'si, kuchi, quvvati, iqtidori, mashhurligi, go'zalligi, kuchliligiga nuqta qo'yildi. Endi bundan keyingi voqealarni unga berilgan muddatda unga berilgan ne'matlar bilan qanday yashaganini bahosini oladigan kun kelganini bildi. Xuddi katta tijoratchi molidan foyda oladigan kun kelgani kabi. Marhumning niyatlari juda ko'p edi, orzulari juda ko'p edi. Ko'p ehsonlar qilmoqchi edi. Ibodatlarga kirmoqchi edi. Ortga surib o'lim kelganini sezmay qoldi. Bir pasda marhumning xayolidan butun umri o'ta boshladi. Ya'ni hali jon hiqildog'ida turibdi. Ana shu lahzada butun umri xayolidan o'ta boshladi. Sanoqli lahzalarda o'tdi. Demak, unga 50 yillik umr bitilgan ekan. Bu tugabdi. Ammo qattiq pushaymonlik egallab olganini seza boshladi. Ruh tanadan ajratildi, mayyitga aylandi. Mayyit ruhi uyni aylanib yura boshladi. Bolalari televizorda bir narsalarni ko'rib o'tirar, ayoli esa telefonda quyuq suhbat qilardi. Xonadagi shkafda turgan, lekin hech qachon ochilmagan mushaf Qur'on turar. Uni yonida taxi buzilmagan joynamoz bilan tasbihi ana shu joyda turardi. Odamlar kelishdi. Mahalla bildi, uni o'lganini bilishib, oilasi bir pasda g'am qayg'uga tushdi. Lekin qanchalik musibat bo'lmasin, marhumni uyda ushlab turib bo'lmasdi. Unga qabr tayyorlashdi, kafan tayyorlashdi, yuvuvchi keldi. So'nggi manzilga tayyorlash boshlandi. Uni yuvintirib kafanlab masjidga janoza o'qigani olib borishdi. Marhum ruhi uni tepada bo'lib turgan voqealarni ko'rib turardi. Hech ham aqliga sig'dira olmagan ishlar bo'layotgan edi. U hayotlik davrida shunday janozalarda qatnashgan edi, ammo aynan shu janoza o'ziniki bo'lishligini tasavvur qila olmagan edi. U dunyodan o'tganligini, endi qaytmas bo'lib ketayotganini sig'dira olmas edi. Juda qattiq pushaymonlik qoplab olgan edi. Isrofli maishat kunlari, ibodatsiz kunlari oxiratni unutgani haq bo'lib turardi. Unga o'lim kelmaydigandek, barchasiga ulguraman degandek hayoti tugab qolganini sezmay qoldi. Mayyitga janoza namozi o'qildi. Ruh tobutda o'zini hayotiy jasadini ko'rib turardi. Mayyitni ko'tarishib qabristonga olib kelishdi. Lahatga tushirib qabr ichiga kirgizdilar. Bu ishlarga holi bo'lmasdan, majoli bo'lmagan holda ruh o'zini qabrda ko'rdi. Ustidan g'ishtlarni terishdi, jasad yonida qoldirishdi. Qabrdan chiqay desa, ko'rinmas narsa to'sib turar edi. Tepada odamlarning ovozi, tilovatlarning ovozi kelardi. Rosa qattiq og'riqlik narsa siqa boshladi. Bu so'nggi pushaymonlik, afsus, nadomat edi. Endi o'qilmagan namozlar, tutilmagan ro'zalar, aytilmagan zikrlar, o'qilmagan Qur'onlar, berilmagan nafaqa ehsonlar, yaxshiliklar o'rniga har kuni behuda o'tirishlar, telefon tiklashlar, birovlarning hayotini muhokama qilish, isroflar, haq ishlarga musobaqa qilmaganligidan sajda ko'rmagan peshonasi tirishdi. Uni qattiq siqayotgan narsa o'sha pushaymonlik edi. Odamlarning ovozi tindi. So'nggi oyoq tovushlari ham eshitilar-eshitilmas bo'lib borardi. Endi u yolg'iz kimsasiz qolganini his qila boshladi. Qop-qorong'i qabr ichida yotganini bildi. Shu payt xuddi yerdan o'sib chiqayotgandek, yerni kovlab kirayotgandek bir maxluqotlar kirib kelardi. Bu savol-javob qiluvchi
Munkar va Nakir edi. Ular xunuk ko'rinishda edi. O'zlari qop-qora, ko'zlari ko'm-ko'k edi. Yerni tishi bilan kovlab kirayotgan mahluqlarga o'xshadi. Endi u qabrda emas, boshqa bir dunyoda turganligini bildi. Ammo chiqishga hech qanday imkoni yo'q. Ko'cha-ko'yda odamlardan eshitgan din haqidagi xabarlarni jamlashga, javob berishga, so'rasa aytishga chiranar edi. Onasi hayotlik davrida o'qib o'tirgan kitoblari Allohning go'zal ismlari, Qur'oni Karim ma'nolari, Tarixi Muhammadiy degan kitoblari bo'lar edi. Ammo sarlavhasini hech esiga kelmasdi. Go'yo kitob boru ustidagi yozuvlarni ataylab o'chirib qo'yilgandek edi. Shunaqa qattiq his qilardiki, bu kitoblarni tashqi tomonidan bir necha bor hayotligida ko'rgan, ammo varaqlab o'qib, uning ichida nima borligini bilmagan edi. Farishtalar uning atrofiga o'tirib, qattiq do'rillagan ovozda: "Kimga ibodat qilgan eding? Robbing kim edi?" dedi. Ko'zi o'ngida kimligini bilganim zotning nomi yozilib tursa-da, ustiga turpoq tushib, xiralashib qolgandek, ya'ni o'qiy olmaydigan holatga kelib qolgandek yozuv turardi, ammo o'qiy olmasdi. Yuragim portlab ketaman derdi. Oldida turgan narsani, tilida uchida turgan narsani ayta olmaganligidan qattiq iztirobda edi. Xavotirda edi. Hozir derdi-yu ayta olmasdi. Yonidagi boshqa farishta: "Dining nima edi? Ayt, gapir" dedi. Uni ham bilardi, javob berishga harchand urinmasin, aynan islom so'zi tiliga kelmas edi. Nega? Bilardim-ku, eshitgandim-ku. Yana savol berildi. "Mana bu kishi haqida nima deysan? Bu kishi kim?" deb so'rashdi. Butun xayolini jamlab aytishga, bu falonchi zot deyishga chog'lanar, ammo ismi tilga kelmasdi. Farishtalar: "Sen bularni birortasini bilmading va bilmasding. Endi senga pushaymonliklar, afsuslar, nadomatlar qilganing foydasi yo'q. Sen Robbingni unutganing kabi sen ham bugun unutilasan. Moling, obro'ying, oshna og'aynilaring, oilang endi senga hech qanday foyda bermaydi. Qattiq azob va pushaymonlik bilan qabr ichida qiyomat kunigacha qoldirilasan." Alloh taolo mu'minlarga kitobida eslatma bergan. Har bir kishi albatta o'limni totadi. Kim do'zaxdan chetlab jannatga kiritilsa, eng baxtli kishi o'shadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vaqti o'tmasdan namozga, o'lim kelmasdan tavbaga shoshilinglar" degan.